Endi pechatga tayyorlaymiz. Plotter bilan printerda qanaqa qilib chiqarishni o'rganamiz. Sначала oddiy choq haqqalarini, keyin yozuv chizuvlarni ko'rib chiqamiz. Qanaqa nima qilsa bo'ladi bu yerda. Nima qilsa ko'rinadi. Xo'p. Choq haqqi. Choq haqqi bu yoqda sim allowance degan instrumentimiz bor. O'shani bosadigan bo'lsak, любой bitta detalga yoki liniyaga olib kelsak, o'sha joyi choq haqqi bilan bo'ladi. Choq haqqini razmeri bu yoqda yozilgan. Ya'ni o'lchami qanaqa 1 yoki 1,5 masalan o'sha уже слишком 1,5 qilsam bunaqa faqat o'sha o'zida masalan qolgan joyida 1 bo'lsa degan bo'lsak yoki общий bitta qilib 1 qilinadi. Keyin buni udalить qilish kerak bo'lsa, o'ziga bosib turib delete bosiladi. Yana hosil qilish kerak bo'lsa, o'ziga bosiladi. Keyin bu yoq burchagini to'g'rilaydigan instrumenti bor. Bu yoqda qanaqa texnologiyasiga qarab to'g'rilanaveradi. Masalan, agar mana bu yoqda ko'rinadi. Mana o'ziniki. Agar buni bosadigan bo'lsa, bunaqa chiqib qoladi. O'zi kimga qanaqa kerak bo'lsa, shunaqa to'g'rilanaveradi. Tak. Bu yoqda ham choq haqqi qildik. Bo'ldi. Endi bu yoqda mana pattern symbol bor. Bu yerda har xil simvollar qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, mana bu yerda deylik, ort qismida razrez bo'lishi kerak. Bunga instrumentga bosaman. Mana shu liniyaga bossam, mana bu yerda razrez bor. Bu degani o'sha endi konstruktorlar biladi, shu обозначение har xil bu yoqni kesish kerak degan ma'noni bildiradi. Masalan, yengda qayerdadir o'sha головкасida сборка bo'lishi kerak. Hozir mana buni tanlasam, mana сборка bo'ladi. Bu yoqni ham mana shunaqa сборка qilib deydigan. Yoki o'sha tikayotgan odam, mana bu сборка ekan deydi. Masalan, yoki dazmol qilayotgan odam. Deylik, mana bu yerda bizga cho'zishimiz kerak yoki nabarot qisqartirishimiz kerak. Masalan, kirishimiz. To есть anaqa dazmolda kirgizadi bu yoqni. Yoki bu yoqni masalan nabarot. Xullas mana bu yerda обозначениyalarni qo'ysa bo'ladi. O'zimizga kerak obозначениyalarni qo'ysa bo'ladi. Keyin bu yoqda razmerlarni nomini ko'rinish uchun mana bu yerda mana razmerlari dalyoyi. Bu yoqda lineyka kerak emas. Bu ham kerak emas bizga. Bizga faqat shular kerak. Hammasi bo'la qolsa, mana shu razmerlar bilan bitta masala tak. Transformatsiya detalga bosib turib, любой bitta detalga bossak, mana bu yerda nomi bor. Nomini o'zgartirib yozsak bo'ladi. Mana yozilgan, bu yoqda ko'rinadi. Pechat qilganda ko'rinadi hammasi. Bo'ldi. Endi plotterga keladigan bo'lsak, bu yoqda mana simulation rejimida turibdi. Bizga print layoutni bosishimiz kerak bo'ladi. Print layoutda mana nest settings bor. O'shanga bosamiz. Nest settingsda millimetrda ko'rsatilgan. Tak, millimetrda ko'rsatilgan 350 deng 35 sm. Bizga deylik materialimizni eni 110 sm, ya'ni 1100 mm bo'ladi. Yo'q, 11000 mm bo'lib ketdi. Bo'ldi. Mana shu yerga bizga raskladga qilib ber deymiz. Mana bu yerda mana anaqasi bor. Avtomatik raskladga qilib beradi. Play bossak, bo'ldi. O'zi raskladga qilib beradi. Tak, bu yerda yana nima?
Mana bu yerda yana anaqa bor. Bu долевойni faqat bitta tarafga qarasin deydigan yoki ikkita tarafga qaraydigan bo'lsa, mana bunaqasiga qilib beradi. То есть bu yoqqa ham 180 gradusga aylantirsa bo'ladi. Agar to'rt tarafga bo'lsa, уже mana shu enida любой tarafga anaqa qilib beradi. То есть gorizontalni ham qo'yib beraveradi. Faqat masalan kesib olaman desangiz, shunaqa qilsangiz bo'ladi. Так, bu bo'ldi. Все. Endi pechatga bossak bo'ladi. Faylga bosamiz. Export plotter.plt. Plotter.pltda mana bu yerda show at information kerak informatsiyalar ko'rinsin. Masalan, nomlari hozir bu yoqda mana tugmachalar, keyin o'sha liniyalarimiz qaysi nomlari shular ko'rinsinmi yo'qmi degan anaqaga galочка qo'yib chiqdim. Men hammasi ko'rinsin dedim. Сохранить deb bosdim. Сохранить qilganda tak plt urok номер 1 urok номер 2 qilaylik. Сохранить qildim, bo'ldi. Endi plotter programmasiga kiraman. Plotter programmasidan уже распечатка qilib olaman. Так, manda u menimcha C diskda пользователь общий документы, Clo, Assets mana bu yerda urok 2 chiqib kelyapti. Bo'ldi shu. Faqat romkasiz bo'ladi. Qolgan narsalar mana ko'rinadi. Faqat bitta nosi men o'zim ham to'g'risi to'g'ri olmadim. Mana detalli nomi chiqmayapti nimagadir. Balkim sizlarni plotteringlarda balkim chiqar. No, katta ehtimol bilan meni sal aniq qilayotganim, to что bu yerda установка bor. Установкада настройка пользователda plotterni настройка qilish kerak bo'ladi. To'g'risi uncha qiziqmadim bunga. Chunki menga kerak bo'lmadi. O'zimda bu yoqdan chiqarib oldim. Yoki kerak bo'lsa, уже DXFga ko'chirib turib, Gemini yoki Gerber yoki qaysi bir programmada ishlayotgan bo'lsa, o'shanga ko'chirib turib, nomlarini, kommentariyalarni yozib, ana qilsa bo'ladi, chiqarsa bo'ladi. Muammo emas, в принципе, unchalik ahamiyat beriladigan narsa emas. Tak, endi PDF variantiga o'tkazamiz. PDFda qanaqa bo'ladi? Bu o'sha print layoutdan simulation rejimiga o'tib turib, o'zimiz andazamizni maksimalni yaqinroq joylashtiramiz. Maksimal yaqinroq joylashtirishga harakat qilamiz. Bo'ldi. Endi xuddi shunaqa qilib file, export, Adobe PDF. Okay. Так, урок номер 2. Да, заменить tush. Bu yoqda 50 bu yoqda hamma show at information hammasi turibdi menda. Qayerda masalan tugmachalar bo'lsin yoki xullas hamma informatsiya tursin. Mana shu yerda nima informatsiya bo'lsa, bu yerda ham bo'lsin degan maqsadda qo'ydim. Xo'p. Endi buni oddiy PDF da ochsa bo'ladi. Lekin maslahatim mana shu programmani skachas qilib osonroq bo'ldi. Skachas qilib olish kerak. Buni silkasini tashlab qo'yaman. PDF Exchange Editor Portable. 2 marta bosdim, открыть bosaman. Открытda o'sha papkada yozmanda сразу assets daman urok номер 2 bosdim. Okay, ochdi. Mana tak nimagadir расположенияsi bor, mana shunaqa bo'ldi. Nimaga? Mana просто mana ochayotganimizda o'sha papkani o'zida turgani uchun обновить qilinmagan ekan. Просто bu papkadan chiqib turib, qaytadan kirdimda, bu yoqqa bossam уже ochildi. Уже mana shu holatda, ya'ni qanaqa qilib qo'ygan bo'lsak, bu yoqda 3 dekoda bu yoqdan xuddi shu narsa chiqib keldi. Endi keyingi tab tak pechatga bosamiz. Vid kompozita qilsam,
Mana hamma varog'lar ko'rinadi. Общий 20 ta varog' ekan. Bu yoqda настройкamiz tak atorda turishi kerak. Цветной emas, tenki seroq xohlasangiz цветной qilib qo'ying, farqi yo'q. Tak, bu yoqda разбить все страницы. Mana tip turganda разбить все страницы deb turishi kerak. Bularni hammasini anaqa qilib qo'ydim. Metka qilib qo'ydim. Chunki bu yoqda kesishga, o'sha yopishtirishga yordam beradigan metkalar bor. Shular kerak bo'ladi. Tak, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Buni o'zini pechatga bosiladi. Hozir ko'rsatib beraman, qanaqa qilib buni yopishtirib chiqish kerak bo'ladi. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Bitta tarafini kesib olishimiz kerak bo'ladi, чтобы bu yoqqa точный tushishi uchun. Mana shu hozir mana shu burchak bo'yicha mana shu bo'yicha kesib olishimiz kerak. Ingichka qilib, keyin buni bu yoqqa yopishtirib olamiz. Bu tarafini, mana bu tarafini qilib olamiz. O'sha kesgan chizig'imiz bo'yicha o'sha burchak uголокda kesdik-ku, o'sha uголок hozir ko'rsataman. Mana shu to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Shunda taxminan 1 santimetr bo'ladi yopishtirilgan. Shu mana shunaqa qilib yopishtirib chiqariladi, keyin уже kesib chiqamiz. Bunaqasiga kesib qo'yib, o'zimizga anaqa qilib, keyin masshtabini ham tekshirib olishimiz mumkin. Va imенно razmeri nimaga qo'ydim? Razmeri to'g'ri chiqqan chiqmaganligini tekshirish uchun. Endi kvadrat masalan 10 ga 10 qo'ysak ham bo'ladi, просто так, чтобы tekshirib olishimiz uchun bez razmer o'lchamlasi qo'yadigan bo'lsak. Hozir mana 12.8 bo'lsa, to'ch chiqyapti. 12.8.